Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Inshaalloh bugungi darsimizda CSS dagi float properties haqida gaplashamiz. Xo'p, CSS dagi bu float properties o'zbek tiliga tarjima qilganimizda suzish, nimaningdir yuzasida oqish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu biz bu propertyni ma'lum bir elementlarimizga ishlatadigan bo'lsak, bu elementlarimizning atrofida tekst matnlarimiz yoki boshqa inline level darajadagi qaysidir bir elementlarimiz uning atrofida xuddi suzib yurgandek bo'ladi. Ya'ni misol uchun rasmlarga beradigan float beradigan bo'lsak, rasmlarga misol uchun chap tomoniga float beradigan bo'lsak, rasm chap tomonga o'tib qoladida, barcha tekst, ya'ni matnli yozuvlarimiz uni o'ng tomoniga o'tib qoladi. Yoki bo'lmasam uni o'ng tomonga float beradigan bo'lsak, float right qilib o'ng tomonga beradigan bo'lsak, barcha matnlarimiz uning chap tomonida bo'lib qoladi. Xo'p, ana endi sizlarga kelinglar buni misol orqali tushuntiray. Bu bugungi mavzuyimiz juda ham sodda, juda ham oddiy, lekin bu juda ham bir kerakli bo'lgan mavzularimizdan biri bo'lgani uchun alohida bir mavzu qilib o'tishni qaror qildim. Xo'p, mana misol uchun H1 qilamizda. Xo'p, H1 ma'lumotlar deb yozaylik. Xo'p, endi bizga div bizga float kerak bo'ladi. Hop, ko'paytirilgan 2 qilamiz. Bizga ikkita divbox float class nomi bilan kerak bo'ladi. Mana ya'ni endi biz buni ichiga nima qilamiz? Misol uchun image tagini qo'yamizda. Bu yerda hop, o'zimning rasmimni qo'yaylik. Biz kengligini hop 200 piksel beramiz. Alternativga rasm deb qo'yamiz. Agar mabodo mana bu rasmni ochmaydigan bo'lsa, alternativ ma'lumotni kiritadi, ya'ni boshqa bunga alternativ qo'ygan ma'lumotni kiritib qo'yadi. Xo'p, keyin bizga paragraf 3 ta paragraf tagi kerak bo'ladi. Xo'p, birinchisiga nimani yozamiz? Birinchisiga ism familiyamizni yozamiz, misol uchun. Xo'p, ikkinchisiga qandaydir bir emailni kiritib qo'yaylik, gmail.com. Xo'p, bu meni emailim emas. Bu misol uchun yozib qo'ydim, qandaydir bir email bo'lishi mumkin. Keyingisi kun, oy, yil. Xo'p, kelinglar buni show preview qilamiz. Xo'p, mana shu ma'lumotlar. Endi buni ikkinchisini ham to'ldirib qo'yaylik. Xo'p, ikkinchisiga ham xuddi shu ma'lumotlarni beraylik. Xo'p, mana ikkinchi ma'lumotimiz ham paydo bo'ldi va pastidan biz misol uchun footer sectionni berishimiz mumkin. Misol uchun bu yerga paragraf tag qilamizda. Copyright 20-25 qo'shimchasini qo'shib qo'yaylik. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek bizning copyrightimiz turibdi footer sectionda va bizning ma'lumotlarimiz bu yerda turibdi. Xo'p, endi buni biz copy path qilamizda. Bu yoqqa o'tamiz. Mana bizning barcha ma'lumotlarimiz kelib chiqdi bu yoqda. Rasm, yonida ma'lumotlar, ism, familiya, email, tug'ilgan oy, kun, yil, ikkita userni, ya'ni foydalanuvchini ma'lumotlari deb qaraylik va pastda footer section turibdi. Xo'p, ana endi biz bunga mana bu rasmni chap tomonga qilamizda, ma'lumotlarni o'ng tomonga qilib qo'yishimiz kerak. Bunda qanday qilamiz? Xo'p, bu yerga kelamiz. Birinchi o'rinda mana bu float deb nomlangan, bunga kelinglar, float qilib left qilamiz. Bunga float qilib right qilamiz. Ya'ni bu chap tomonga float qiladigan box bo'lsin, bu o'ng tomonga float qiladigan box bo'lsin. Xo'p, ana endi biz bu yerga kelamizda. Float barcha float boxlarimizga biz kenglikni, widthni misol uchun 40 dynamic
view width qilamiz. Xo'p. Buni sizlarga ko'rinishi uchun borderni 1 pixel solid va red beramiz. Mana. Ko'rib turganingizdek, ikkita div boximizga hop bu yoqda 40 dynamic view kenglik berildi va bu balandlik berilmadi. Balandlik mana shu kontentlarning o'zini balandligiga moslashadi. Xo'p, va chegarasi ko'rinib turishi uchun unga qizil berildi. Xo'p, ana endi biz nuqta float nuqta left chaining usulidan foydalanyapmiz. Mana misol uchun bu yerda float degan klass nomimiz bor, left ya'ni chap degan klass nomimiz bor. Endi mana bunga chaining usulini qo'lladikda, selektorlarni birlashtirishni chaining usuli, zanjir usulidan foydalandik va biz bu yerga left floatni left beramiz. Bu yerda sizga hech narsa ko'rinmayotgandek tuyulishi mumkin. Mana misol uchun hech narsa ko'rinmayotgandek tuyuladi, o'zgarish bo'lmagandek tuyuladi. Ana endi biz bu yerga bunday buni nusxa olamizda, bu leftni endi right qilamiz. Chunki bu yerda mana right class nomimiz bor, o'ng tomoni. Xo'p, ana endi biz bunga qaytadan refresh beradigan bo'lsak, veb saytimiz mana bu o'ng tomonga o'tib qoldi. Ana endi nima qilamiz? Kelinglar, yaxshisi rasmlarimizni float beramiz. Xo'p, nuqta left bu yerda image tagimiz bor. Xo'p, imageni olamizda float left qilamiz. Xo'p, ana endi bu yerda qaranglar. Biz ekranga refresh beradigan bo'lsak, mana ma'lumotlarimiz, uni ma'lumotni, bu rasmni o'ng tomoniga o'tib qoldi. Bu yerda mana bunga float berilmagan, bu tepa past turganda odatiy standart HTML bo'yicha bular bu rasmdan keyin mana bu paragraf taglarimiz block level bo'lgani uchun ular pastga tushib qoladi. Ana endi bu yozuvlarimiz, ma'lumotlarimiz bu rasmni o'ng tomoniga o'tib qoldi. Xo'p, ana endi biz bunga kelinglar. Keyingi rasmimizga ham xuddi shu narsani beramiz. Endi bunga right, faqat bu right boxning ichida, konteynerning ichida. Mana, endi biz bunga floatni right beramiz. Ko'rib turganingizdek, bu ma'lumotlar bu rasmning chap tomoniga, rasm float o'ng tomonga suzib o'tdi-da, ma'lumotlari chap tomonga o'tib qoldi. Bu chap boximizda, qutumizda bo'ladigan bo'lsa, mana bu float leftda bo'ladigan bo'lsa, buni ichidagi mana rasm left chap tomonga suzib o'tdi, ma'lumotlari o'ng tomonga o'tib qoldi. Ana endi ko'rib turganingizdek, mana bu copyright footer tagimiz bu yerda bizga alohida pastda bo'lishi kerak. Chunki biz footer tagimizni doimo nima qilamiz? Alohida bitta qatorga beramiz. Xo'p, endi buni kelinglar, yaxshisi mana buni yonidan bo'lib qolganni biz right qilaylik. Yaxshisi chap o'ng tomonga o'tsin. Ana endi mana bu yozuvni ko'rib turibsizlar, bu o'rtaga o'tib qoldi. Endi nima qilamiz biz bu yerda? Buni alohida pastga qo'yishimiz kerak. Xo'p, footerni ko'ramiz. Xo'p, footer. Biz bunga mana bu yozuv float bo'lmasligi uchun, mana bu konteynerning bu yozuvlarimiz, mana bu konteynerimizni wrap qilmasligi uchun, ya'ni o'rab olmasligi uchun, chunki biz bunga float left berganmiz. Buni o'rab olmasligi uchun biz quyidagi propertydan foydalansak bo'ladi, ya'ni clear, tozalash degan ma'noni beradi. Biz ikki tomondan ham tozalashni beramiz, chunki bittasi o'ng, bittasi chap tomonida. Mana bu o'ng tomonga float bo'lgan bo'lsa, bu chap tomonga float bo'lgandi. Xo'p, ana endi biz refresh bersak, mana pastga o'tib qoldi. Xo'p, agarda buni siz buni ham
chegarasini ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz 1 pixel solid red beraylik bunga ham. Mana ko'rib turganingizdek, bu butun bir qatorni egallaydi. Endi biz tekstni, ichidagi tekstni markazga olib kelishimiz kerak. Xo'p. Paragraph tag, text align, center qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, tekst o'rtaga keldi. Xo'p, ana endi biz misol uchun bunga font size ni 1.3 rem beramiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek tekst kattalashdi va buni biroz xiralashtiramiz. Opacity ni kelinglar 0.6 beraylik. Ko'rib turganingizdek bu xiralashdi. Mana bunday to'liq qora bo'lmadi, xiralashdi. Xo'p, opacity da agar 0 bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rinish yo'q bo'lib qoladi. Mana ko'rib turganingizdek. Mana. Ko'rinish yo'q bo'lib qoladi. Agar bu 1 bo'ladigan bo'lsa, o'zini standart holati bo'yicha qanday bo'lsa, shu holatga o'tib qoladi. Mana. Ana endi biz bu sal buni xiralashtiramiz, ya'ni 0.6 beramiz. Mana biroz xiralashgan holatda bo'lib qoldi. Ana endi kelinglar, mana bu chap va o'ng boxlarimizning ichiga biz background colorni kelinglar aquamarine beraylik. Mana bunday yashil bo'lsin va biz mana bu rasmlarimizga ma'lumotlardan biroz joy tashlab turish uchun ularga margin beraylik. Bu floatning ichidagi image qilib turib qo'yib qo'ysak ham bo'ladi, lekin bu yerda tayyor yozganmiz. Shuning uchun ikkisiga alohidadan 10 piksel yozib qo'yganimiz yaxshi hozircha, lekin ko'pgina qandaydir bir bunaqalarda proyektlarda ishlayotgan bo'lsangiz va ko'p bo'ladigan bo'lsa, u joyda siz alohida misol uchun float mana bunday kattalik belgisi image ni qo'yamizda va marginni 10 piksel qo'yadigan bo'lsak, mana shu float degan boximizning ichidagi imagelarning unga farzand bo'lgan imagelarning marginni 10 pikseldan bo'lib qoladi. Mana ma'lumotlar ko'rib turganingizdek, atrofdan 10 pikseldan tashlandi. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Biz u ikkisiga ham border radiusni kelinglar 50% beramiz. Biz agarda CSS da mana bu konteynerlarimizni yoki mana bu rasmlarimizni doira shakliga keltirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana shunday border radiusni 50% ga bersak, ko'ryapsizmi? Mana shunday doira shakliga o'tib qoladi. Xo'p, bunda ham border radiusni 50% beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu rasm ham 50% bo'lib qoldi. Ana ko'rib turganingizdek, ana endi biz pastdan body hozir bir narsani ko'rsataman. Oldingi mavzularimizdagi bir mavzuni takrorlaymiz. Xo'p, nima uchun bunday bo'lganini bir o'ylab ko'ring. Xo'p, bu yerda barcha borderni none qilamiz, ya'ni yo'q qilamiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek footer sectionda border yo'qoldi. Nima uchun mana bu div boxlarimizda border yo'qolmadi? Mana o'ylab ko'ring va comment sectionga yozib qo'ying. Men 10 soniyadan keyin buni javobini aytaman. Xo'p, mana bu yerda yuqorida o'tgan mavzularimizda esingizda bo'lsa, cascade styling nima mavzusida o'tganmiz. Agarda bu narsadan xabaringiz bo'lmaydigan bo'lsa yoki cascade styling qonun qoidalari qanday ishlashini bilmasangiz, yuqoridagi link orqali men sizga mana shu mavzuyimizni qoldirib ketaman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek border berganmiz va bu yerda biz class nomidan foydalanganmiz. Class nomidan foydalanganimiz bu yerdagi mana bu tagdan foydalanganimizdan, tag nomidan foydalanganimizdan ko'ra ularning darajasi yuqoriroq, unvoni yuqoriroq turadi. Shuning uchun mana bu yerdagi faqatgina tag nomi bilan foydalanganimiz, mana bu yerda faqatgina tag nomidan foydalanib border berganimiz, chegara berganimiz bu yo'qoldi. Lekin class nomi bilan berganimiz yo'qolmadi. Chunki bu holatda
birin-ketinlikdagiga qaraydi. Bundan keyin tagdan keyin yana bir tag bilan berilyapti va uni mana eng oxirgini buyrug'ini oladi. Ana endi bu yerda klass nomi bilan berilganda, klass nomi bilan berilgan tag nomi bilan berilgandan ustun turadi. Buning uchun biz hozirgi holatda ikkita usuldan birini qo'llashimiz mumkin. Yoki bu ichkariga kirib turib bu yoqda yoki inline beramiz yoki bo'lmasam mana bu yerda alohida style tag ochib turib buni ichida beramiz. Buni mana shu holatda o'tadi yoki bo'lmasam mana shu turgan holatda biz importantni qo'shib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek chegaralar o'z-o'zidan yo'qoldi. Mana shunday qilgan holatda biz borderlarni yo'qotishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda kelinglar, mana bu qirrali bo'lgan mana shu qirrali bo'lgan floatlarga biz padding mavzularimizda o'tganmiz. Paddingni ichga joy tashlash, margin elementni atrofdan joy tashlaydi. Paddingda bo'lsa elementni ichidan joy tashlaydi. Mana shu yerga biz 10 piksel qo'yadigan bo'lsak, qarang. Bum. Mana bu chegaralarga yopishib turgan narsa mana bunday joy tashladi. Xo'p, ana endi nima qilamiz biz? Ikkov floatni ham border radiusini kelinglar 20 pikselga buramiz. Mana ko'rib turganingizdek bu 20 pikselga mana bunday o'zgardi. Xo'p, mana shunday qilib biz debugslarimizga turli xil mana shunday shakllar berishimiz mumkin. Shakllar berishning juda ham ko'p turlari bor. Bularni inshaalloh keyingi mavzularimizda o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz faqatgina float bo'lganligi uchun mana shu floatni qanday qilib foydalanish, qanday qilib o'ng tomonga, chap tomonga o'tkazishlarni tushuntirib berish bugungi mavzuyimizning maqsadi edi. Xo'p, mana bu ma'lumotlarni ham kelinglar yaxshisi o'rtaga olib qo'yaylik. H1 qilamizda. Xo'p, text align dan foydalanamiz va center qilamiz. Bu block level bo'lganligi uchun bu butun bir qatorni o'z hududi ichiga oladi. Block levelda biz bunga text align ni center beradigan bo'lsak, mana bunday markazga ma'lumotlar o'tib qoladi. Xo'p, bugungi darslarimiz mana shundan iborat edi. Allohning panohida bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Inshaalloh keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.